Nodir aka, yosh bolalar oddiy emulsiyaga bu narsa chizsa ketqizsa bo'ladimi, yo'qmi? Abdulaziz, keyin shuni sinab ko'ramiz. Bu yerda mana ikkita doskamiz bor. Birinchisi oddiy emulsiyaniki, ikkinchisi silikonli emulsiya. Xo'p, ikkalovida sinab ko'ramiz. Rangli qalamni ham, bunda ham, rangli kraskalarimizni ham bunda ham sinab ko'ramiz. Oxirida o'zingizlar baho berasizlar. Rangli qalamlarni har xil variantda qilib. Mana o'sha ikkalovi ham qurib bo'ldi. Mana bu ham qurib bo'ldi, xudo xolasa. Endi bularni birinchi bo'lib oddiy mana gubkada hech qanaqasi suvga botirib, endi bunga gel qilib bo'lmaydi, chunki bu mo'yshiy sredstvoga chidamsiz. Mana oddiy emulsiyani. Oddiy emulsiyada nisbatan ketyapti kraskalarimiz, lekin qalamizlari turibdi mana. Silikonga o'tamiz. Silikonga albatta gel qilsa ancha mana oddiy gel. Bismillah. Mana o'sha bittada mana ko'rinayotgan bo'lsa, qalam izlari ham o'sha ketyapti. Bu yog'iga salfetkada namini olib tashlaymiz. Xulosamiz shuki, ko'p foydalanadigan joylar, bolalar ko'p o'ynaydigan joylarga, oshxona, ko'p o'tirish joylariga albatta silikonli emulsiya maslahat beramiz. Shundan foydalaninglar. Agar misol uchun kam kiriladigan joylar, kam foydalanadigan joylar, bolalar o'ynamaydigan joylarga standart emulsiyadan foydalansanglar bo'ladi. Akkuratni cho'tki turadi, xudo xolasa. Farqi shundaki, bunda mo'yshiy anaqasi ko'proq. Ya'ni o'sha plyonkasi bo'lgani uchun o'zini maxsus plyonkasi bor. Bemalol yuvib artsanglar bo'ladi. Farqi shunda. Ikkalovidan albatta foydalaninglar. O'zingizlar baho beringlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi biri sizlarga yoqdi?